kuni har yil 28-aprelda nishonlash aytib o'tildi. 2003 yildan buyon demak Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan o'sha ish joylarida mehnat faoliyati bilan bog'liq baxtsiz hodisalar oqibatida vafot etganlarni yodlash maqsadida, yod etish maqsadida demak har yil 28-aprel o'sha baxtsiz hodisa oqibatida vafot etganlar yodlash kuni sifatida alohida o'sha nishonlantiriladi va Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan har yili o'sha kun doirasida o'tkaziladigan tadbirlarga alohida nom beriladi. Bu yilgi o'sha HMTni kun doirasida o'tkaziladigan tadbirlarni sog'lom psixologik ijtimoiy ish muhitini ta'minlash mavzusida o'tkazish tavsiya etildi. Bu bejizga bu nom berilmadi, chunki HMT tomonidan so'nggi e'lon qilingan hisobotida demak keltirilgan raqamlar haqiqatan ham sog'lom psixologik ish muhiti global muammoga aylanib ulgurganligini demak hisobotlarda ko'rishimiz mumkin.